Osyon quradigan paytim uyim tagida mana bunaqa ajoyib qizil mashinani topib oldim va u yerda sirli yer to'la bor edi. Uning ichida nima bor? Videoni oxirigacha ko'ring, video juda qiziq bo'lgan. Yaxshi, mana bu kompyuter yonib qolib ketibdi. Buni o'chirib qo'yamiz va sandig'imning ichida chelaklar bor edi-da. 3 ta chelagim bor ekan, lekin hammasini bitta qilib olib bo'larkan, hammasini bitta qilib. Yaxshi, bugun men uyim yonidan basseyn quraman va maza qilib cho'milaman, chunki mana bu havo vobshe isib ketdi, jinursin. Umuman chida bo'lmayapti bu havoga. Mana bu ekinlarim ham yaxshi o'smadi bugun. Mayli, davay ana bu yerda ko'l bor edi, o'sha yerdan suv olib kelamiz hozir. Okey, mana buni uyini orqasida-da. Xo'p, mana o'sha ko'l va bu yerda ham suv juda kam qolibdi. Mayli, mana shu yerdan hamma chelaklarimni to'ldirib olaman suvga va mana chinursin vobshe og'ir ekan. Endi borish kerakdan sandig'imga qo'yib qo'yaman bu suvlarni. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan Stefler, xush kelibsizlar meni yangigina videomga obunachilarim. Albatta bilasizlar nima qilishdi. Obuna bo'lib videomga like bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimos tezroq birga bo'lishim kerak. 99% ga chiqib ketdi obuna bo'lmaganlar soni. Prosmotrlar oshib ketyapti, lekin hech kim obuna bo'lmayapti. Iltimos tezroq birga bo'lishim kerak. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi. Baribir sizlarga gapirganning foydasi yo'q. Shuncha gapirdim va umuman obuna bo'lishmayapti. Okey, mayli, hozir nima qilyapsan Stefler desalaring, men mana bu issiqdan saqlanish uchun uyimni yonidan basseyn quraman. Vobshe ajoyib kattaroq basseyn quraman. Mana bu ekinlarimni yig'ishtirib olishim kerak, lekin oldin. Okey, xo'p. Suv olib kelib bo'ldim va suvni sandig'imning ichiga qo'ydim-da. Bo'ldi, boshqa ishim qolmadi. Faqat mana bu ekinlarni yig'ishtirib, mana bu golemga eritib berishim kerak. Xo'p, mana bu qo'shnim ham menga yozgandi Telegramimdan, meni ham ekinlarimni yig'ishtirib yubor, haqqingni beraman degan edi. Davay, xo'p dedim va buni ham ekinlarni yig'ishtiramiz hozir. Chinursin, rasvos chiqib ketgan buni ekinlarni qaranglar, hammayli. Okey. Ana bu yerda sabzilar qolib ketibdi. Obunachilar, o'zingizlarda nima gaplar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Biron savollaring bo'lsa ham, davay yozinglar, men javob berishga harakat qilaman. Xo'p, endi mana bu qo'shnimni ekinlarini ekib qo'yaman. Endi qachondir o'sadi va mana bu ortib qolgani menga, chunki shu ekinlardan ortib qolgani degan edi. Xo'p, yaxshi, endi ana bu golemga eritib beramiz. Negadir qishloqdagi mer umuman kelmayapti qishlog'imizga. Ishlari juda ko'payib ketgan, mayli. Hozir lekin bizlar basseyn qurishimiz yuragan, tushunursin, ochkisini qaranglar. Hozir qo'lim tegib ketsa mana bu aniq uradi. Mana ekinlarni olib keldim hammasini. Merga berib qo'yasan, bo'pti. Okey, bu faqat shu yerda turibdi. Xo'p, mana shu yerdan qurmoqchiman. Qanaqa joy davay? Sizlarga yoqdi mana shu quraydigan joyim? Kommentariyaga yozib ketinglar. Menimcha Minecraft havosi vobshe o'zgarib ketdi. O'zimga vobshe yoqib ketyapti. Okey. Xo'p, mana shu yerlardan qursam ham, mana shu uyimni yonidan kavlab ketaveraman va shu yerdan juda ajoyib va chiroyli basseyn quramiz bugun. Xo'p. Okey, mana bu tarafni ham buzib olamiz va juda chuqurroq qilmoqchiman bu basseynni. Stop. Mana bu qanaqa joy obunachilar? Uyim tagida kirishga joy bormi? Yo'q-mayo. Tushunursiz? Yo'q-mayo, mana bu qanaqa mashina bo'ldi? Rangini qaranglar, qip-qizilligini. Vau, tushunursin, uyim tagida mashina turibdi. Qanaqasiga? Yo'q-mayo, bunaqa narsani men oldin umuman ko'rmagan edim uyim tagida. Tushunursin, qanday kelib qoldi bu mashina? Uyim tagiga kim qo'yib qo'ydi? Mana bu ranglarni qaranglar, vobshe ajoyib-ku, tushunursin. Sizlarga ham yoqdimi bu mashina? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yo'q-mayo, eshiklarni ochilishini qaranglar. Oldingi safar o'rmondan xuddi shunaqa mashina topib olgan edim, lekin u politsiyachilarning mashinasi edi, tushunursin. Lekin mana bu mashinani qaranglar, vobshe ajoyib-ku. Mana bu yana qanaqa joylar bo'ldi? Yo'q-mayo, menimcha stop, axir bu meni uyimni tagi va uyimni tagida bular turibdi, lekin meni xabarim umuman yo'q. Mana bu yerda ham qanaqadir chiqish va kirish joyi bor.
Yo-moyo, tushunursin, bu yerdan axir chiqib ketsa bo'ladi-yu. Mana bu yerda ham joy bor ekan. Tushunursin, obunachilar, yorug'lik kelyapti. Yo-moyo, okey, tepaga chiqib ketamiz. Mana bu mashinani olib chiqish kerak. Men bu joyga kirib ko'rgan edim, bu yerdan podval topib olgan edim. Uyimni tagida to'la narsalar bor ekanda. Demak, hozir sizlarga shu podvalni kirib ko'rsataman. Mana bunaqa rasvosi chiqib yotibdi. Mana bu yerda ham sandiq bor, lekin buni ichida hech narsa yo'q. Va buni o'zim uchun bir nima quraman degan edim, lekin hech nima qurganim yo'q obunachilar, lekin umuman kerak emas-da bu narsa. Mana bu mashinani qaranglar, tushunursin, vobshe ajoyib ishlangan. Buni chiqarib olish kerak tezroq. Xo'p, mana shu yerdan bizamiz va mashinani tezroq chiqarib olishimiz kerak. Tushunursin, mana bu mashinani qaranglar. Sizlarga ham yoqdimi bu mashina? Kommentariyaga albatta yozib ketinglar. Yo-moyo. Okey, xo'p, mana bu tepalarni ham qazish kerak. Hammasini iltimos sizlar obuna bo'lib qo'yinglar, birga bo'lishim kerak. Okey, xo'p. Mana bu yerdan sig'maydi, tushunursin, uyim qulab ketadi hozir. Mayli, lekin bu Minecraft qulamaydi. Xo'p, mana shu yerdan yana bitta teshsak, mana bunday qilib bloklarni olib taylasak va mana bu yerdan olsak, bemalol sig'sa kerak-da, obunachilar, bemalol sig'adi. Xo'p, davay endi chiqarish kerak. Mana bu yerda bloklar qolib ketibdi, tushunursin. Bu yerda basseyn qurmoqchi edim, lekin mana bunaqa mashina turibdi uyimni tagida. Yo-moyo. Okey. Eshigini ochish kerak. Uzr, agar Minecraft qotayotgan bo'lsa, tushunursin. Agar sizga ham shunaqa modlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Har xil modlarni tashlab. Yo-moyo, qaranglar, mana buni tagiga hech narsa yo'q, lekin mashina turibdi, tushunursin. Qaqlarga urilib ketdi. Lekin buni urmasdan chiqarishni umuman iloji yo'q. Yaxshi, bemalol chiqarib oldim mashinani. Mana bu yerga qo'yamiz, tushunursin. Obunachilar, qaranglar bu mashinani. Uyimni tagida qanday bu mashina paydo bo'lib qoldi? Shuncha payt uyimni tagida mashina bo'lgan ekan, men umuman bilmay yurgan ekanman. Mana bu mashinani qaranglar, biroz aylanib kelish kerak. Oynalari ochiq turibdi va mazza-yu obunachilar, bu mashinani qaranglar. Sizlarga ham yoqdimi? Albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yo-moyo, mana bu rullarni qaranglar, animatsiyalarni uyimni oldiga qo'yib qo'yaman yoki mana bu tarafga sekingina qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Iltimos sizlar tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim faqatgina shu, bilasizlar, boshqa narsani umuman talab qilmayman. Like ham bosib qo'yinglar. Iltimos tezroq birga bo'lay. Men ham qachongacha bir o'zi 800 tami bo'lib qoldik-da. 800 ta bo'ldik. Endi 900 taga harakat va birpasda 1000 ta bo'lib qo'yamiz. Sizlar obuna bo'lsalaring, mana bu mashinani qaranglar, vobshe ajoyib. Endi bu yerni bir nima qilib yopib tashlashim kerak bo'ladi obunachilar. Iltimos sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Endi boshqa ishim yo'q. Ana shunday qilib yopaman va ana bu mashinani nimadir qilaman. O'zing haydamaysanmi desalaring, yo'q. Qishlog'imizda mashina haydashga ne hojat, lekin haydab qolishim ham mumkin. Vobshe yo'qyapti. Buni rangini qaranglar. Wow, imba mashina. Xo'p, sizlarga ham yoqdimi? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Okey, mana bunday qilamiz va mana shu yerni vobshe yopib taylaymiz tag-pagi bilan. Bizga bu joy umuman kerak emas. Mana bunday qilamiz va mana bu yerni ham yopib